Toshkent shahrida boks bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga start berildi. Qit'a birinchiligida 15-17 yosh toifasidagi iqtidorli charm qo'lqop ustalari ringga ko'tarilib, dastlabki janglarni o'tkazishmoqda. Musobaqaning tantanali ochilish marosimi ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Quvonarlisi, bir qator vazn toifalarida yurtdoshlarimiz ilk bellashuvlardayoq ishonchli g'alabalarni qo'lga kiritishdi. Bu esa terma jamoamizning umumiy natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Toshkentda 15-17 yosh toifasidagi bokschilar ishtirokida Osiyo chempionati start oldi. Musobaqaning dastlabki kunida texnik yig'ilish, qur'a tashlash va tantanali ochilish marosimlari bo'lib o'tdi. Qit'a chempionatiga 15 yoshliklar dasturida 183-17 yoshliklar orasida 277 nafar bokschi yetib kelgan. O'zbekiston terma jamoasi har ikki yosh toifasida katta tarkib bilan ishtirok etmoqda. Birinchi kun 17 yosh toifasida bokschilar qatnashdi. Charm qo'lqop ustalarimizdan Kamron Bahodirov filippinlik Raymer Soledani taslim etgan bo'lsa, Marjona Berdiyeva mo'g'ulistonlik raqibiga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Mutaxassislarimiz g'oliblik uchun bokschilarimiz qatorida Qozog'iston va Hindiston terma jamoasi a'zolari jiddiy raqib bo'lishini e'tirof etishmoqda. Shuningdek, medallar uchun janglarda Qirg'iziston, Xitoy Taypey, Tojikiston vakillari ham jang qilishi taxmin qilinmoqda. Bokschilarimizdan Rahmonali Samada filippinlik Meteo Ayumanga qarshi ringga chiqdi. Har ikki bokschi teng raqobatchi ekanligini ko'rsatdi. Zarbaga zarba bilan javob qaytarildi. Ikkinchi raunddan tashabbusni qo'lga olib, kichik ustunlik evaziga g'alabani o'z nomiga yozishga erishdi. 50 kg vaznda Osiyo chempionatida qatnashyapman. Birinchi jangimiz boshlashib oldik. Ustozlarimiz bergan zadaralar bilan yutib oldik. Ustozlarimga rahmat deyman. Musobaqada Adiz Ilhombekov, qizlardan Zebiniso Abdullayeva, Malika Ulug'bekovalar ham zafar quchdi. O'smirlar ishtirok etayotgan Osiyo chempionati davom etadi. 5-may kuni ham saralash uchrashuvlari tashkil etiladi. 6-maydan esa chorak final janglari o'tkaziladi. Unda har ikki yosh toifasi vakillari ham ringga chiqadi. Abdulaziz Qurbonov, Anvar Oripov, Sport.